Kecha Instagramda chet ellik muxlis Abduqodir Husanov haqida bir chiroyli, ma'noli, ta'sirli izoh qoldirgan ekan. To'g'risi u so'zlarni o'qib o'zim ham o'ylanib qoldim. Xullas u yozganki, O'zbekiston bokschilari Parijdagi Olimpiada musobaqalarida shuncha oltin medallar olishdi, lekin butun olam O'zbekiston haqida deyarli hech nima degani yo'q. O'zbekistonning bokschisi Bahodir Jalilov qancha martalab chempion bo'lyapti, lekin butun olam O'zbekiston haqida deyarli hech nima deyotgani yo'q. Ana endi birgina o'zbek futbolchisi Angliyaning Manchester City klubiga o'tgandi, hozir uni butun dunyo, milliardlagan odamlar gap-so'z qilmoqda. Men shaxsan o'zim 100% qo'shilaman shu izohni kim yozgan bo'lsa ham, chunki haqiqatdan hozir Abduqodir Husanovni deyarli butun olam gapirmoqda. Chunki futbol bu sport turida doim birinchi o'rinda bo'lib kelgan va bundan keyin ham birinchi o'rinda qolishiga hech shak shubham yo'q. Mana masalan Husanov Chelsiga qarshi o'yinning boshida xatoga yo'l qo'ydi-yu, to'g'rimi? Hatto ana shu xatosi ham nima desa bo'ladi? Anti reklama bo'ldi, lekin ana shu xatosi tufayli Husanovni butun olam yaxshi ko'rib qolganday go'yo. Chunki men ana shu ingliz kanallarini izohlarini ko'p o'qiyman va u yerda Afrika deysizmi, Yevropa deysizmi, hattoki Amerikadagi futbol ishqibozlari ham Husanovga